Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Eron Xamenei o'limiga javob yo'llamasligi kerak. Tramp Eron javobidan xavotirda. Hizbulloh Isroil va AQShga qarshi urushga kiryapti. Eronni vaqtincha kim boshqarishi ma'lum qilindi. Tramp Xamenei o'limidan keyin soddalashtirilgan diplomatik yechimni e'lon qildi. Eron Isroil va AQShga yangi hujumlar boshlanganini e'lon qildi. Xamenei vafotidan so'ng minglab eronliklar ko'chaga chiqdi. Islom olami zudlik bilan chora ko'rishi shart. Erdo'g'on. Saudiya shahzodasi Trampni Eronga qarshi urush boshlashga ko'ndirgan. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Eron Xamenei o'limiga javob yo'llamasligi kerak. Tramp Eron javobidan xavotirda. Eron AQSh va Isroilning hujumlariga javob yo'llamasligi kerak. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining Truth Social tarmog'ida yozib qoldirdi. Eron hozirgina har qachongidan ham qattiqroq zarba berishini aytdi. Bunday qilmagani yaxshi, chunki bunday qilsa, biz ularga hech qachon hech kim ko'rmagan kuch bilan zarba beramiz, degan Oq uy yetakchisi. Qayd etish joiz, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Islom Respublikasi oliy rahbari Oyatulloh Ali Xameneining vafoti tasdiqlanganidan so'ng mamlakat qurolli kuchlari tarixidagi eng shiddatli hujum operatsiyasi boshlanganini ma'lum qilgandi. Hizbulloh Isroil va AQShga qarshi urushga kiryapti. Livandagi Hizbulloh harakati Isroil va AQShga qarshi urushga kirayotganini rasman e'lon qildi. Tashkilotning bayonotiga ko'ra, qaror mintaqadagi so'nggi voqealar, xususan Eron atrofidagi keskinlik va harbiy harakatlar fonida qabul qilingan. Guruh rasmiy manbalari Isroil hududiga dastlabki zarbalar berilganini ma'lum qildi. Aytilishicha, nishonlar orasida harbiy obyektlar va chegaraga yaqin infratuzilmalar bo'lgan. Biroq hujumlar ko'lami, qurbonlar yoki yetkazilgan zarar haqida hozircha mustaqil tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q. Isroil armiyasi esa vaziyatni nazorat qilayotgani va havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushirilganini bildirgani haqida mahalliy OAVlar xabar tarqatmoqda. Hizbulloh o'z bayonotida harakatlarni qarshilik doirasidagi majburiy javob deb atab, Isroil va AQShni mintaqadagi keskinlik uchun mas'ul deb ko'rsatgan. Tashkilot shuningdek, hujumlar davom etishi mumkinligini istisno etmagan. Tahlilchilar fikricha, agar to'qnashuvlar kengaysa, bu Livan-Isroil chegarasida to'liq harbiy mojaroga aylanishi va Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin. Ayniqsa, Eron, Isroil va AQSh o'rtasidagi ziddiyatlar fonida Hizbullohning ochiq urush e'lon qilishi mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdid sifatida ko'rilmoqda. Eronni vaqtincha kim boshqarishi ma'lum qilindi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei halok bo'lganidan so'ng o'tish davrida mamlakatni Eron prezidenti Masud Pezeshkian, sud hokimiyati rahbari G'aliyam Husayn Mahseni Ejei hamda Konstitutsiya posbonlari kengashi a'zosi boshqaradi. Bu haqda Eronning Tasnim axborot agentligi xabar berdi. Xameneining maslahatchisi Muhammad Mahber hokimiyatning bunday tarzda o'tishi Eron konstitutsiyasining 111-moddasiga belgilab qo'yilganini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Eron konstitutsiyasiga ko'ra, oliy rahbar vafot etgan yoki o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda yangi rahbar saylangunga qadar uning vakolatlarini yuqorida zikr etilgan 3 kishidan iborat muvaqqat kengash amalga oshiradi. Tramp Xamenei o'limidan keyin soddalashtirilgan diplomatik yechimni e'lon qildi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei o'limi Eron bilan diplomatik muloqot yo'lini ochdi va mojaroni siyosiy yo'l bilan hal qilishni osonlashtirdi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp CBC News telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Bugun kechagiga qaraganda ancha oson, chunki ular qattiq zarbalarni qabul qilib olmoqda, degan Tramp inqirozni diplomatik yo'l bilan hal qilish istiqbollari haqidagi savolga javoban. U 28 fevral kuni Eronga berilgan zarbalarni bu mamlakat uchun ham, butun dunyo uchun ham buyuk kun deb atagan. Avvalroq CBC News manbalariga tayanib, AQSh va Eron o'rtasidagi hujumlar oqibatida qariyb 40 nafar eronlik amaldor halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Eron davlat televideniyasi mamlakat oliy rahbari Xamenei halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. Shu munosabat bilan mamlakatda 40 kunlik motam e'lon qilingan hamda bir haftalik dam olish kunlari belgilangan. Eron Isroil va AQShga yangi hujumlar boshlanganini e'lon qildi.
Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakat Isroil va AQShga qarshi yangi hujumlar boshlaganini ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, Eron Yaqin Sharqdagi 27 ta AQSh harbiy bazasiga, shuningdek Isroil armiyasi bosh qo'mondonligi joylashgan shtab binosiga hamda Tel Aviv shahridagi yirik mudofaa sanoat majmuasiga zarba bergan. Shuningdek, bayonotda Eron tomoni Isroil hududi va AQSh bazalarida ogohlantiruvchi sirenalar tinmasligini ta'kidlab, qarshi tomonga tegishli obyekt va nishonlarga yanada kuchliroq hujumlar amalga oshirilishini bildirgan. Qayd etish joiz, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Islom Respublikasi oliy rahbari Oyatulloh Ali Xameneyning vafoti tasdiqlanganidan so'ng mamlakat qurolli kuchlari tarixidagi eng shiddatli hujum operatsiyasi boshlanganini ma'lum qilgandi. Xameney vafotidan so'ng minglab eronliklar ko'chaga chiqdi. Oyatulloh Ali Xameney vafot etgani haqidagi xabarlar ortidan Eronda ikki xil munosabat kuzatilmoqda. Minglab odamlar uni xotirlash uchun Tehron ko'chalariga chiqqan. Davlatga yaqin manbalar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ayrim ziyoratgohlar, jumladan Imom Husayn ziyoratgohi atrofida odamlar motam tutayotgani aks etgan. Tehronning Inqilob maydonidagi odamlar AQSh va Isroil hujumlarida halok bo'lgan Oyatulloh Xameney uchun motam tutmoqda. Isfaxonda esa 10 minglab motamdorlar to'planmoqda. Kadrlarda to'planganlar marhum oliy rahbar uchun duo qilayotgani, ayrim joylarda esa Amerikaga o'lim va Isroilga o'lim deya shiorlar yangrayotgani ko'rinadi. Bu holat Erondagi siyosiy va jamoatchilik kayfiyatining keskinlashganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga The New York Times nashrining yozishicha, tunda Tehron va boshqa ayrim shaharlarda katta guruhlar ko'chalarga chiqib, Xameneyning halokati haqidagi xabarni nishonlagan. Nashr bu holatni jamiyat ichidagi kurashlar turlicha ekanining ifodasi sifatida baholagan. Eron rasmiylari Ali Xameneyning o'limi uchun qasos olinishi haqida ogohlantirdi. Hukumat va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tarqatgan bayonotlarda aybdorlar jazosiz qolmasligi ta'kidlandi. Eron hukumati bayonotida to'liq kuch va qat'iyat bilan bu jinoyatning aybdorlari va tashkilotchilarini qilgan ishlaridan pushaymon qilamiz deyilgan. Rasmiy Tehron ushbu hodisani og'ir jinoyat sifatida baholab, tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qilgan. Islom olami zudlik bilan chora ko'rishi shart — Erdo'g'on. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Isroil va AQShning Eronga qilgan hujumlarini qoraladi hamda bu harakatlar Eron suverenitetini ochiqchasiga buzishini ta'kidladi. Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, Turkiya do'st va qardosh Eron xalqining tinchligiga tahdid solayotgan bugungi hujumlardan qayg'uradi va tashvishda. Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, Turkiya do'st va qardosh Eron xalqining tinchligiga tahdid solayotgan bugungi hujumlardan qayg'uda va tashvishda. Uning ta'kidlashicha, Isroil provokatsiyalari bilan boshlangan hujumlar mintaqadagi vaziyatni yanada keskinlashtirgan. Turkiya tomoni uzoq vaqt davomida kelishmovchiliklarni muloqot yo'li orqali hal qilishga harakat qilgani, mintaqadagi boshqa davlatlar ham diplomatik imkoniyatlarini ishga solgani aytildi. Biroq Erdo'g'on fikricha, Isroilning jarayonni izdan chiqarishga qaratilgan urinishlari tufayli tomonlar o'rtasidagi ishonch inqirozini bartaraf etish imkoni bo'lmagan. Shu bilan birga Turkiya rahbari Anqara Eronning Fors ko'rfazidagi birodar davlatlarga har qanday sabab bilan hujum qilishini qabul qilmasligini bildirdi. U vaziyatni barqarorlashtirish uchun diplomatik tashabbuslarni faollashtirish niyati borligini aytdi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, Turkiya sulh tuzilishi va muzokaralar qayta boshlanishi uchun zudlik bilan diplomatik harakatlarni kuchaytiradi. U og'ir davrda mintaqadagi birodar xalqlarni qo'llab-quvvatlash davom ettirilishini qayd etdi. Prezidentning fikricha, sog'lom aql va hushyor yondashuvsiz diplomatiyaga yo'l ochilmaydi va mintaqa olov ichida qolishi mumkin. Urush kengaymasligi, yanada ko'p qon to'kilmasligi va mintaqamiz yanada ko'proq aziyat chekmasligi uchun barcha tomonlar eng avvalo islom olami zudlik bilan chora ko'rishi shart, dedi Erdo'g'on. Saudiya shahzodasi Trampni Eronga qarshi urush boshlashga ko'ndirgan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon AQSh prezidenti Trampni Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlashga ko'ndirishda muhim rol o'ynagan. Bu haqda vaziyatdan xabardor 4 manbaga tanib The Washington Post xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Tramp shanba kuni AQShning Yaqin Sharqdagi noodatiy ittifoqchilari Isroil va Saudiya Arabistonining bir nechta hafta davom etgan faol lobbi harakatlaridan so'ng Eronga qarshi zarba berish to'g'risida qaror qabul qilgan. Manbalarning aytishicha, Muhammad bin Salmon so'nggi bir oy ichida Tramp bilan bir necha bor shaxsiy telefon muloqotini o'tkazib, AQShning harbiy aralashuvini qo'llab-quvvatlagan. Bu esa uning omma oldida diplomatik yechim tarafdori sifatida bildirgan bayonotlariga zid bo'lgan. Shu bilan birga Isroil bosh vaziri Netanyahu ham Eronga qarshi qat'iy choralar ko'rish bo'yicha uzoq yillardan beri ochiq kampaniya olib borib kelayotgan edi.
U Tehronni Isroil uchun ekzistensional dushman deb atab, AQShni keskinroq pozitsiyaga egallashga chaqirib kelmoqda. The Washington Post'ning yozishicha, Trump qarorni AQSh razvedka hamjamiyatining baholariga qaramay qabul qilgan. Razvedka hisobotlarida keyingi 10 yil ichida Eron kuchlarining AQSh materik hududida bevosita tahdid solish ehtimoli past ekani qayd etilgan edi. Shunga qaramay Oq uy Eronning mintaqadagi faolligi va ittifoqchilarga tahdidini asos sifatida ko'rsatgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.